Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar. Yaxshi yuribsizlarmi? Hozir keldik pasportni vizaviy sentrga. Sizlarga hozir qo'shimcha bir ma'lumotlarni yetkazib o'tmoqchiman. Shu bahona mana Video Rossiya Volgograddagi pasportni vizaviy sentr endi ko'pchilik biladi. O'sha odamlarni hozir kirgizib yubordi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bir kunda отпечаткаga 120 odam qabul qilyapti ekan. 120 dan yo'q, qabul qilmayapti. Shuning uchun harakat qilinglar. Bu 120 ta odam erta tong sahardan soat 5 dan kelib olishyapti va haligi list olib, daftar qog'oz olib, bu yerda hamma o'zining ism familiyasini yozyapti, очередga yozilishi uchun. Mana o'sha mana отпечаткаdan o'sha qaytarib yuboryapti. 1 oydan o'tgan deyapti-da. O'sha mana o'sha 7-8 odam qaytib ketdi. Xullas, agar 1 oyga oz qolgan bo'lsa, yo 1 oy to'lib 1 oydan o'tgan bo'lsa, sizni podacha qilishingiz uchun, dokument patentga topshirishingiz uchun yo 10 ming rubl shtraf to'lashingiz kerak, yoki bo'lmasam kirdi chiqtiga borib kelishingiz kerak. Ko'pchilik kirdi chiqtini afzal ko'radi, iste'cho pastda nomerlar qo'yilgan. Kirdi chiqti kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Mana shu raqamlarga ishonchli. Va shu o'rinda agar shtraf bilan to'g'rilayman desangiz, erta bir kun yana bir sabab bo'lib, qanaqadir vaziyat bo'lib qolib, yana shtrafga tushsangiz, ikkita shtraf 1 yil, 1,5 yil уже deport bo'lishingizga основание asos bo'ladi. Shuning uchun 99% odam kirdi chiqtini borib kelishni afzal ko'radi va mana shu yerdan pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilib kirdi chiqtiga borib kelishlari mumkin bo'ladi. Va shu o'rinda aytaman, agar kim 1 oy bo'lishiga hali 1 kun 2 kun qolgan bo'lsa, 1 oydan o'tkazmasdan kirdi chiqti qilishga harakat qilinglar. Sababi yo'lda militsiya tutganda har xil rasxod bo'lyapti. To'g'risini aytish kerak. Borib kelib yurganlar biladi, yo'lda qanaqa bo'lyapti. Agar 1 oydan o'tmagan bo'lsa, sizga hech qanaqa rasxod bo'lmaydi. 1 oydan O'zbekistondan kelganingizga 1 oydan o'tmagan bo'lishi kerak. Misol uchun 28-29 kun qolgan payt siz kelasizda, pasportni viza bo'yicha patent beradigan joyga podacha qilmoqchi bo'lsangiz, sizning vaqtingiz yetmaydi, kirdi chiqdi qilib ketdi-ku. Shu vaqtda misol uchun 1 oyga 2 kun qolgan bo'ladi. Siz 31, 33, 34 kundan keyin borib kelsam bo'ladi deb agar chiqsangiz, lishni rasxod yo'lda bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha 30 kun, 31 kun yo bo'lmasam to'lmasidan borib kelishga harakat qilinglar granitsaga do'stlar. Xullas, shunaqa gaplar. O'ylayman videom foydali bo'ldi. Harakat qilinglar, shtobi shtrafsiz borib kelishga, shtrafsiz patent olishga, agar 1 oydan yaqin qolgan bo'lsa, 1 oydan o'tgan bo'lsa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Agar savollaringiz bo'lsa, yana kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Xudo xolasa yaxshi videolar bilan yana ko'rishamiz.